Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni yana bir partiya stanoyimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin, 4 tomonlama shamat chopadiganlar. Juda ko'pchilik rombik deyishadi ustakalar. Buni bu yoqda palma partiyalarimiz bor, levi, pravi. Ustakalar bu ustakalar 50 kg asot bilan chiqadigani. Ustakalar bunisi shamat, ya'ni 4 tomonlamamiz komplektdagi gipi bo'ladi, peshanada olib kelgan. Bu yoqda tunikasi bor ustakalar mana. Graduslar chotki, chaklar chotki keladi. Yana bu yoqda glatina, ya'ni jodilarimiz tayyor bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Ishlashlari o'ta yengil. Bu yoqda segmentli stanoylarimiz bor. Ustakalarimiz terishyapti. Bizda palma komplektatsiyamizda 2 xil turdagisi mavjud. Bu ustakalar tepki varianti, ya'ni bitta bosganda katta kichkina trapini esib yuboradi. Bu ustakalar qo'ldagi varianti. Bunda hamma tomonini bitta-bittadan chopasizlar. Bunisi ustakalar 6,5 komplektatsiyamizda ichidagi qaychi, ya'ni 6,5 chopadi, bu yog'i 3 chopadi. 5 padyom 1,5 quloq bo'ladi ustakalar. Bunda 6 padyom 1,5 quloq bo'ladi. Bu 1,5 razmerda 180 ramaga qo'yilgan, ya'ni 150 tunkaga ishlab berishga mo'ljallangan ustakalar. Bularimiz tig'lari borib keladi, bemalol olinadi ustakalar. Bu stanoyimizda kallaylarni ham zakaz olamiz. Kimga shunaqa stanoylar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomer qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar ustakalar.